qo'chqorlarni mana shu mevasi bo'ladi. Mevasi? Xohlasan shu qo'chqorlarni yaxshilab Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugungi yemini yeb turgan, boqilayotgan Umidjon ukamiz o'zi shaxsan o'zi boqayotgan qo'chqorlar videoga chiqaramiz. Soni nechta Umidjon bugungi birinchi partiyaga? Soni aka 10 dona. Soni 10 dona. Hammasi qo'zi-qo'chqora? Hammasi qo'zida, xolos hali tushib harakati yo'q. Tushibishga hali ancha bor obunachilar. Urug'qa, naslga olaman deb qidirib yurgan obunachilar bo'lsa, videomiz shaxsan maxsus bo'layapti. Hop, uka, yebichlardan muammosi yo'q xolasa, sinovini qo'ylarni aka To'roydan bir boqyapmiz o'zim. Hop, To'roy oldin kelgan aka qo'zlar o'shandan bir boqyapmiz. Qo'yda nuqsoni yo'q. Shuni olib borish kerak, vaksina hamma yo'q bo'lgani olib borish kerak, boqish kerak xolos. Xolasa bundan bari davom ettirib boqsa bo'ldi. Ishlashlari xolasa yaxshi mana. Ko'rib turibsizlar obunachilar. Qo'chqorlar buni garbonozlariga e'tibor bering. Bo'ylari aka 85 dan 90 gacha. Bo'ylari 85 dan 90 sm-gacha obunachilar. Kichkina qo'chqor emas. Yemini yeb turgan ukamiz o'zi boqayotgan qo'chqorlar. Soni nechta dedik? Soni 10 dona aka. Soni 10 dona obunachilar. Biratdan ushlab ko'rsatib qo'yaylik. Mashq qilib ushlang. Yuzlariga bir e'tibor bersin obunachilaringiz ko'ring. Yuzi ham tiniq, garbonozlari ham kiygan. Bundan akalar oq tumshuq nasl olib ko'paytirish kerak. Xolasa videoni oxirigacha ko'rishsa, mana shu qo'chqorda kattasini ko'rsatdim, mana shu qo'chqor zotidan qo'yni ko'rsangiz, xolasa mana shu qo'ylar mana shu qo'chqordek bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsa ko'rsatamiz uni. Mashq qo'yimiz ham lekin garbonoz o'ta kuchli qo'y ekan. Kallasi o'ta chiroyli ekan. Obunachilar oyoqlari xudolasa defekt yo'q, yaxshi. Sinov bor. Sinovdan o'tgan qo'chqorlar hammasi. Garbonoz aka. Garbonoz o'ta zo'r chiqqan ekan mana. O'zlarda xolasa nuqsoni yo'q. Nuqsoni yo'q xudolasa, yemini yeb turgan obunachilar. Qo'zlarga gap bo'lishi mumkin emas. Yemda bosish o'radi aka, biz sal yem berib turganmiz, yemda bosgan yo'qmiz. Uylarga borib yemda bosib berish yo'q. Xudolasa buxta unaqa boshqa bo'lmaydi. gapsiz orcha gapsiz bo'lmaydi obunachilar. Hammasi yemini yeb turgan. Sinovdan o'tgan. Yem bersangiz bundan bog'a faqat plyusga yuradigan yaxshi qo'ylarman. Hop, endi 10 tasini bir joyga olamiz desa necha pulga qilib berasiz? Aka 8,5 million so'mdan dastlabki Samarqandga yetkazib beramiz. 8,5 million so'mdan? Ha. Qancha o'tib berasiz endi? Bo'ldi aka, siz obunachilaringizga. 8 million 300 ming so'm. 8 million 300 ming so'm. 100 ming 50 ming kerak yo'q. Qarang, ko'p gapni kerak, uka 8 dan ketaveradi hammasi. Yo'q aka, 8 dan bozorda ham bermaydi aka. O'zlari ham ko'rishyapti, o'zi kerak. Bozorda mana chiqarishyapti, o'zingizdan chiqaryapti. To'g'ri, buni ham misol bermaydi aka. to'g'ri, bunga ham ozgincha mehnatingiz singan buni. Misol qarovi bor. Yaqinroq qilib ayting obunachilarga. Bo'ldi aka, 8 million 200 ming so'mdan hammasini bir joyga olsin, buzmasdan yetkazib beraman Samarqandgacha. Kami bor. Tanlab olish kelishamiz. Tanlab olish holatiga qarab, ha? Holatiga qarab. Plyus minusi bor. Plyusi bor, minusi yo'q aka. Plyusga masalan tanlab olaverasizlar obunachilar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bundan keyin gapda katta qo'chqorimiz bor, ha? Ha, mashina zotidan, shular zotidan xolasi kattasi. Shularning kattasi. Kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar obunachilar. Mana obunachilar, haqiqiy urug'qa olmoqchimisiz? Yetib keldi mana. O'ta zo'r qo'chqor ham gap bo'lishi mumkin emas. Umidjon Aka, Alloh xolasa hozir qo'chqorlarni mana shu mevasi bo'ladi. mevasi, xolasa shu qo'chqorlarni yaxshilab boqsa, mana shunday bo'ladi. Alloh xolasa bundan kuchli ham bo'ladi. Xohlasa. Mana ko'rib, o'zlaring bir qator e'tibor beringlar obunachilar. Yuziga bir yerda bir ortiqcha rang aralashmagan garbonozlari, quloqlari hamma yo'g'i ideal holatda kelgan. Qo'yin bormi desa, bor deydigan mana shunday holatda yaxshi qo'chqor olib kelib qo'yib turganmiz. Orqalari ham o'sha tikka dumba, orqa razrezlar, oyoq sohalari hamma yo'g'i zo'r holatda. Xo'p, yosh qanaqa Umidjon? Yosh aka bu 4 dan 6 ga chiqyapti. 4 dan 6 ga chiqyapti. Ko'rsatma ham qo'yamiz. Qo'y tobuda ekan obunachilar. Hop, bo'yi 1.7. 1.7. Metrda ham qo'ying. Bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Metr qolib ketadi aka. 1 metr yetmaydi. Metrda ko'mar ekan mana obunachilar. Mana. Mana. Metr qolib 1 ketadi. metr. Uzunasi ham qo'ying. Uzunasi aka 1.30. 1.30 uzunasi. Metr yetmaydi. Uzunasi ham aka. 1.30 sm obunachilar. Qo'y zo'r Umidjon. Endi buni ham narxini ham o'ta zo'r qilib qo'yib berasizmi aka? Bo'ldi aka. 1500 dollarga Samarqandga yetkazib beraman. Samarqandgacha. O'zbekiston degan gaplar bo'lardi, O'zbekiston bo'ylab deb. Bo'ldi, O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Mana obunachilar, 1500 dollar
Kami bora, savdosi bora. Telefon qilsa chiraylar heriga o'tib beraman. Chiraylab hayriga o'tib beradi mana akamiz. Telefon qilib shoshilavering. Bundan keyingi ham bormi? Bundan keyingi ham bor aka. Qanaqalari? Bundan keyingacha sal kichikroqlari. Ko'rib mana bahoni berib, layklarni bosib turinglar obunachilar. Mana obunachilar. Ko'rib o'zlaring bir qator e'tibor beraverasizlar. Hammasi yemini yeb turgan. Umidjon akamiz o'zi boqayotgan qo'ziqo'chqorlari mana. Gavda qilib sandiqdagi chiqarlar. Xudo xolasa mana sinovi bor, 100% li sinovi bor. Bir ortiqcha bir kasal bor, qo'y yo'q. 15 kun sinov olishuradi aka qo'ylar. 100% garantiyasini beraman. Yeb ichishi, yo'tal-po'tal qiliqlari yo'q. Uka, necha oydan boqyapman dedingiz? Aka 4 oydan beri boqaman bu qo'ylarni. 4 oydan beri yemini yeb turgan. Qirg'izistondan chertib bitta qilib tanlab olib kelgan qo'chqorlarimiz aka bular. O'zingiz tanlab tashlagan ekansiz, va? Soni nechta buni? Buni soniga 15 ta. 15 dona mana obunachilar. Bo'ylari necha santimetrdan? Bular aka bular ham shunaqa. Bular eng past 80 deylik. Eng 90 gacha chiqaradi bular. 85 dan 90 santimetrga, 85 minus yo'q ekan obunachilar. Plusga qarab 90 gacha. Mana obunachilar, ko'ringlar, badani ham sistemiz. Yaxshi qo'chqor olmoqchimisiz, urug'qa mana yetib keldi. Hop. Buni endi hammasini bir joyga olamiz desangiz, obunachimiz bo'lsa, hammasini bir joyga olaman degan. Nech puldan qilib berasiz? Vallahi 7 million 500 ming so'mdan bo'ladi deb Samarqandga. 7 million 500 ming so'mdan. Ha. Hammasini bir joyga olamiz desa, kami bormi? Aka qo'lda bering. 100 ming, 200 ming yo'q. Bo'ladi qani, taqalgan Aka senasini. siz obunachilar telefon qiladigan bo'lsa 7 million so'mdan bir joyga ketdi. Bor ekan obunachilar. Hammasini bir joyga 7 million so'mdan. 200 ming yo'q narsa aka 500 ming so'mdan o'tib qo'ydi. Shunaqa. Hop. Yana savdosi bor akamiga. Telefon qilsa aka chiraylar heriga ham o'tib beraman. Chiraylab hayriga yana kami Tanlab bor. olishga kelishamiz. Tanlab olishga plus minuslari bor obunachilar. Bemalol aloqaga chiqinglar, shoshilinglar. Qo'ylar lekin yaxshi.